U doim yerlar bilan savdo qilardi va butun hayoti shu ish bilan band edi. Albatta, yer savdosi va investitsiya qilish katta daromad keltiradi, lekin u namozdan va Allohning haqqini berishdan yiroq edi. Hech qachon zakot bermagan. Bu yerlar uning hayotining katta qismini egallagan edi va u Allohga itoat qilishdan butunlay uzoq edi. Shunday qilib, unga olim kelganida va u olim azobida qiynalayotgani aniq bo'lganida, ba'zi solih odamlar unga Allohdan boshqa iloh yo'q deb ayting, dedilar. Lekin u falon yerda, falon joyda deb javob berdi. Ular unga yana Allohdan boshqa iloh yo'q deb aytinglar, dedilar. U yer, men uning narxini toladim, yer. Yer dedi. U faqat yerlar haqida gapiradi. Va u yer deb olib qoldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam, kimning oxirgi so'zi Allohdan boshqa iloh yo'q bo'lsa, u jannatga kiradi, dedilar. Lekin bunday paytda buni kim eslaydi? Albatta, solihlar buni osongina eslab qolishadi va aytishadi. Biror kishi bu dunyoda yaxshilik qilsa, Alloh taolo unga yaxshi yakun beradi va u Allohdan boshqa iloh yo'q deyishni yodda tutadi. Va eng muhimi, Alloh bilan uchrashadigan kunida inson dunyoviy narsalarga ishtiyoq qolmaydi. Shunday qilib, inson bu dunyoda yaxshilik qilish kerak, toki uning oxiri yaxshi bo'lsin va qiyomat kuni Alloh taolo bilan uchrashsin. Va bu eng muhim narsa. Alloh taolo bilan bo'lgan o'sha go'zal uchrashuvda u uni o'zining keng rahmatiga kiritadi.